Biza patsientni yo'qotyapmiz, yuragini uryaptimi o'zi? Xullas bu ultra tovushlik apparatimizni teshiklarni aniqlaydigan, ya'ni uchechkani, turba yoriqlarini aniqlaydigan apparatura. Bu oddiygina planshet emas. Bu ultra tovush orqali, mana mamlatada sensor orqali yoki tovush orqali siz bemalol aniqlashingiz mumkin bo'lgan pult upravleniyasi bor. Komplektatsiyasida gorizontalniy, a bu esa vertikalniy, ya'ni yerga qo'yib olib turib, mana bunaqasiga aniqlasangiz bo'ladi. Mamtada magnit sensori bor, bu asosiy sensori mana yerga bog'langan. Buni indoor va outdoor, ya'ni tashqaridagi turbalarni ham, ichkaridagi turbalarni ham bemalol protechkasini aniqlasangiz bo'ladi. O'zini funksiya zapisi bor. Bu shunchaki oddiy planshetga yasalgan apparat emas, Xitoy geologiya universitetining milliy tadqiqot bo'linmasini ixtirosi hisoblanadi. Bu komplektatsiyasida mana bunaqa snayperskiy chemadani bilan birga keladi. Xo'p, bu apparaturaga 3 yil kafolat berilgan. Bu apparaturaning narxini so'raydiganlar bo'lsa, narxi 1000 so'mdan boshlanadi. U yog'iga qarab ketaveradi. Sizga qaysi glubinada kerak bo'lsa, unga qarab o'zingizlar narxini taqqoslayverasizlar. Xullas kalom do'stlar, bu narsalarni sizlar so'ragan edinglar. Ultra tovushlik, ultra zvuk bormi deb. Bor. Arendaga berilmaydi. Faqatgina professional ustalar agarda zakaz qilamiz deyishsa, bizda nalichada bor. Narxi 1000 so'mdan boshlanadi. Odatiy teplovizordan farqi, teplovizor faqatgina issiqlikka mana o'lchab turib sizga aniqlab bera oladi va sovuqlikni, ya'ni -50 dan +300 gradusgacha bemalol o'lcha oladi. Bizani apparat bo'lsa -20 dan +150 gacha bu oddiy bitovoyda juda ham yetadi. Xullas bunaqa yengilliklar o'zi bedi. Agarda qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta qizilchani qizartirib qo'yamiz.